Shu Nexia 2 satlarda yili 2009-yil. Mashina Sonus trambolir bo'ladi. 100lik metan gazlari va 4 dana balonlar toza remontdan chiqqan, polniy mashina kapitalniy remontdan chiqqan, tamchi rasxod yo'q. Mashinaning bahosini arzon bahada qo'yib Matizning bahosida 30 million so'm ustunda qaytib kelishib beramiz. Mashina Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida turibdi. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar. Bundan ham arzon mashinalar qo'yishda davom etamiz. Matizning bahosida Nexia 2 qidirib bo'lgan tanishlarga tashlab qo'yasizlar shu videoni.